Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yolqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda g'oyib bo'lgan yoshning onasining sotlanishi nihoyat kuchli diqqat qo'zg'adi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Fatugul G'ulam bu ananing dardini, bu ananing yurak faryodini anglamagan Turkistonlik, Sharq Turkistonlik qanmagan bo'lsa kerak. Bu ayolning o'g'li 2009-yil 5-iyul Urumchi qatliamida Xitoy tajovuzchilari tomonidan tutib ketilganda buyon hozirgacha hech qanday izdirik yo'q. Bu bechora ana Erkin Osiyo radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilganligi uchun bu Xitoy tajovuzchilari davlat maxfiyatligini sirtqa oshkorlash jinoyati bilan tutib ketgan, yaqinda sotlanmoqchi. Shundaqla Erdo'g'an eng jasur musulmon rahbar mavzuli xabarimiz. Bu so'zning sahibi kim? Bu so'zning sahibi Angliyaning sobiq bosh vaziri Tony Blairning qiyinsingllisi Lauren Bush. Bu Turkiyaga ziyorat jarayonida Turkiya qilgan ziyoratida Erdo'g'an bilan ko'rishgandan keyin qilgan so'zi bu vaqtdagi tafsiliy xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Yaponiya talash tortish orol atrofidagi radarni qo'zg'atdi. Yaponiya bu orqali Xitoy bilan egilik huquqi talash tortishi bo'lgan Senkaku orolini yaqindan ko'zlaydiganligi haqidagi bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Urumchida xalqaro savdo oboroti markazi barpo qilish planlangan. Xitoyning Urumchini xalqaro savdo markaziga aylantirish plani vaziyat analizchilarining diqqatini tortdi. Nur to'rining 29-mart xabar qilishicha, Xitoy oldingi kuni Xinjiang savdo oboroti taraqqiyot planini e'lon qilgan. Bu plan 2015-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oraliqdagi plan bo'lib, Urumchi shahri Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi xalqaro savdo oboroti markazi qilib bekitilgan. Xabarda aytilishicha, Urumchi shahri xalqaro obort, aeroport obortini muhim nuqta qilib taraqqiy qildirdi ekan. Kelgusi 5 yilda Ulanbay xalqaro oborti bazasi qatorliq cho'ng tipdagi obort bog'chisi qurish, xalqaro to'qilma buyumlari, kiyim-kechak savdo markazining yadroliq rayonini barpo qilish qatorliq bir qism savdo oborti ul aslaha turi yo'lga qo'yildi ekan. Xitoy kuchab davron selayotgan Yipak yo'li qurilishi xalqarodagi kuzatuvchilarning gumonini qo'zg'amoqda. Bu qurilishning quruqlikdagi ikki liniyasi Sharqi Turkistondan o'tadigan bo'lib, Sharqi Turkistonning muqim bo'lish bo'lmasligi bu planning o'ngishli bo'lish bo'lmasligini belgilaydi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning taraqqiyotni kuchab tashviq qilayotganligi qarshi holda chet el matbuotlari Sharqi Turkistondagi muqimsizlikqa alohida diqqat qilib keldi. Din va madaniyat jihatdagi bostirish, iqtisodiy jihatdagi tengsizlik, taraqqiyotdan Uyg'urlarga naf tegmaslik qatorliq masalalar munozir nuqtasiga aylandi. G'oyib bo'lgan yoshning onasining sotlanishi kuchli diqqat tortdi. 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin Xitoylar tomonidan tutqun qilingan Uyg'ur yoshining onasining kelar oyda sotlanishi Uyg'ur kuzatuvchilarining kuchli diqqatini tortdi. Fatugul G'ulam 2009-yili 5-iyuldagi qonli qirg'inchilikda farzandidan ayrilib qolgan Uyg'ur onalarining biri. Yaqinda Xitoyning uni Amerikadagi Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganligi sababli davlat maxfiyatligini oshkorlash jinoyati bilan ayblab sotlamoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Uning o'g'li Imom Mahmad Eli 2009-yili 14-iyul tutib ketilgan. U 9 oydan keyin o'g'li bilan birlikda tutilganlardan o'g'lining ig'ir qiyin qistoqqa uchirganligini va doktorxonaga elib ketilganligini anglagan. Bu uning o'g'li haqidagi eng oxirgi uchur bo'lib qolgan. U Urumchida soqchilardan ko'p surishti qilgan bo'lsa-mu, lekin o'g'li haqida qanoatlanarli biror javobga erishalmagan. Muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlari bo'lsa, Imom Mahmad Elini 2009-yildagi qirg'inchilikdan keyin Xitoylar tomonidan yo'q qilingan kishilarning biri deb qaraydi. Fatugul G'ulam 2012-yil sentabrdan buyon uyda nazorat va tekshirish ostida turib kelgan. 2014-yil mayda Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limining ziyoratini qabul qilganligi uchun qo'lga olingan. Fatugul G'ulamning yaqinlaridan birining Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, u 7-fevral sotlandi ekan. U kishi Xitoy doiralarining avara qilishidan qo'rqib, nom sharafini oshkorlamagan. Onasi qo'lga olingandan keyin uning boshqa 3 bolasi nazorat ostiga olingan va savol-so'roqqa duch kelgan. Yaqinda ularga hech qanday chet el axborotiga so'z qilmaslik oldingi sharti bilan onasini oyda bir qatim yo'qlashga ruxsat qilingan. Xitoy yeşil kartni bekor qilgan bilan kepillik tuzumini bekor qilmagan.
Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda atalmış yeşil kartni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Lekin kepillik tuzumining yanada davomlashayotganligi oshkorlandi. Sharq Turkiston informatsion markazining xabar qilishicha, Xitoy tajovuzchilari 3-oyning 28 kuni yig'in chaqirib, 5-oyning 1-kunidan boshlab yeşil kartni bekor qilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, Urumchiga tuqqan yo'qlash uchun kelgan va kasal ko'rsatish uchun turib qolganlarni 2 soat ichida tizimga oldirish bilan sirtdan kelguvchilarga kepil bo'lish siyosatini bekor qilmagan. Kepil bo'lish belgilamasi aslida chetib jazolash bo'lib, agar kepillik iltimos qilguvchi biror ishga chetilib qolsa, uningga kepil bo'lguvchini chetib jazolash orqali bir-biriga nazorat qiladigan, o'ch adovat paydo qiladigan chora ekanligi o'ttirg'a chiqmoqda. Egallash davomida yana chetib jazolashning ig'irligidan uydan nuqtaliq kishi deb bekitilib qolgan kishining urug' tuqqanlari bayqalsa-mu, jinoyatchi hisoblanib jazoga tortilayotganligi oshkorlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yeşil karta ko'chma aholini boshqarishga qulaylik bo'lish uchun tarqatilgan bo'lib, odatda 1 yillik kuchga ega bo'lgan hamda vaqti to'shqan hamon yangilash talab qilinib kelgan edi. Aloqador belgilamlar bo'yicha 16 yoshdan yuqori kishilar xizmat yoki shaxsiy ishlar tufaylidan nupusi turishlik o'rindan ayrilib boshqa joylarga bormoqchi bo'lganda, mazkur yeşil kartni cho'qim endi elib yurishi shart bo'lgan. Qulaylik kart deb rasmiy nom berilgan mazkur kartning amaliyotda yerlik aholini kontrol qilish maqsadida chiqarilganligi hamda xalq ommasiga nurg'un qulaysizlik paydo qilganligi matbuotlarda oshkorlangan edi. Shvetsiyadagi islomiy tashkilotlar yig'inida Sharq Turkiston temasida rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda chaqirilgan Shvetsiya Islom Jamiyatlari Birligining bu yillik yig'iniga Uyg'urlar mu qatnashdi. Yig'inda Sharq Turkiston musulmonlarining vaziyati haqida so'z qilindi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda chaqirilgan Shvetsiya Islom Jamiyatlari Birligining bu yillik yig'iniga Uyg'urlar mu qatnashdi. Yig'inda Sharq Turkiston musulmonlarining vaziyati haqida so'z qilishga vaqt berildi. Yig'in jarayonida Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi Xitoyning Sharq Turkistondagi razil jinoyatlari aks ettirilgan rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Shvetsiya Islom Jamiyatlari Birligining bu yillik yig'ini 25 mart juma kuni tushdan keyin boshlangan. 27 martgacha 3 kun davomlashgan yig'in jarayonida Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi yig'in zalining oldida Xitoy kommunist mustamlakchi unsurlarining razil mohiyatini dunyoga fosh qilayli degan temada rasm ko'rgazmasi o'tkazgan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasidan Ahmad Tursun apandimning bildirishicha, bu yillik yig'inni Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Ibn Rushd o'quv-o'qitish markazi, Shvetsiya Islom Birligi, Shvetsiya Musulmon yoshlar tashkiloti va Musulmonlar yordam jamiyati qatorliq islomiy tashkilotlar birlikda uyushtirgan. Yig'inning temasi musulmonlar oilasi bo'lib, islom dunyosida tunilgan diniy olimlar, siyosiyonlar alohida taklif bilan qatnashib, musulmonlar duch kelayotgan masalalar, musulmonlar qanday qilganda o'zining kimligini saqlab qola oladi degan temalarda leksiya so'zlagan. Yig'inning 3-kuni Uyg'urlarga vaqt berilgan bo'lib, Sharq Turkiston musulmonlar duch kelayotgan besimlar va Xitoyning razil jinoyatlari tiliga e'linganda yig'in zalidagi 3000 dan ortiq har millat musulmon qattiq hayajonlangan. Yig'inga ishtirok qilgan har millat musulmonlar va olim ulamolar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini ayblab, Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan har xil besimlarga bundan keyin izchil diqqat qildiganliklarini bildirishgan. Shvetsiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur ma'rif uyushmasi har yili bu yig'inga qatnashib, Sharq Turkiston da'vosi haqida dokument berib kelmoqda. Bu yil yig'in zalining oldi tarafida Sharq Turkiston uchun 3 ustallik ko'rgazma o'rni e'lingan. Xitoy kommunist mustamlakchi unsurlarining razil mohiyatini dunyoga fosh qilayli temasidagi bu ko'rgazma 3 kun davom qilgan bo'lib, ko'rgazma sahnasida Xitoy kommunistlarining razil mohiyatini aks ettiradigan har xil hujjatli filmlar televizor ekrani orqali qo'yilish bilan birga Sharq Turkistonning oyultuzlik ko'k bayrog'i tushirilib besilgan sharpa, mayka, Uyg'urlarning chiman do'ppisi, Sharq Turkistonga erkinlik shuari besilgan shapka, shvedcha, inglizcha va arabcha tillarda besilgan tashviqot varaqlari, Sharq Turkistonning qisqacha ahvol tunishtirilgan arabcha kitoblar va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabiya Qodir xonim haqida yozilgan Ajdihor bilan elishgan ayol nomli shvedcha kitoblar yig'in ishtirokchilarining alohida diqqatini tortgan. Yig'in jarayonida farzandlarga kichikdan tashkilotchilikni o'rgatish maqsadida Uyg'ur bolalarga faoliyat o'rinlashtirib berilgan. 3 kunlik yig'in jarayonida yig'inga qatnashgan Sharq Turkistonlik o'smirlardan Mahmud Qashqari ona tili maktabining o'quvchilari boshqa har millat musulmon o'smirlar bilan birga tashviqot varaqlarini tarqatish, i'ona to'plash qatorli xizmatlarda bo'lgan. Dulqin Aysa Tiromin Rigan erkinlik medalini topshirib oldi.
Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Dulqun Aysa bu yillik Tiromin Reagan erkinlik medaliga erishgan edi. 30 mart Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilgan marosimda medalini topshirib oldi. Erkinlik medalini taqdim qilish marosimiga Amerikadagi har soha kishilari, kishilik huquq tashkilotlari va kishilik huquq faoliyatchilari hamda Amerikada yashayotgan Uyg'urlardan bir qism kishilar qatnashdi. Marosim tantanlik o'tkazildi. Marosimda Kommunizm qurbonlari xotira fondining raisi Le Edwards so'z qilib, Dulqun Aysoning Uyg'ur xalqining erkinligi va insoniy huquqlari uchun elib borgan uzluksiz kurashlarga yuqori baho berdi. Marosimda mukofot sohibi Dulqun Ayso so'z qilib, Tiromin Reagan erkinlik mukofotining shaxsiy o'ziga emas, balki eng oldi bilan erkinlik uchun ig'ir badallarni to'layotgan Uyg'ur xalqiga mansub ekanligini bildirdi. Tiromin Reagan erkinlik medali 1999-yil tasdiqlangan bo'lib, Kommunizm qurbonlari xotira fondi tomonidan erkinlik va demokratiya uchun bir umr kurash qilgan, shundaqla kommunizm va boshqa diktator hokimiyatlariga qarshi kurashda ko'zga ko'ringan shaxslar yoki tashkilotlarga berildi. Egallanishicha bu medal har yili 2 dan 4 kishi bo'lgan kishiga beriladigan bo'lib, bu yil faqat Dulqun Aysoga berilgan. Hozir qadar Janubiy Afrikaning erkinlik yangchisi va tunji Niger prezidenti Nelson Mandela, Sovet ittifoqi yemirilgandan keyingi Chex Jumhuriyatining tunji prezidenti bo'lgan Vaclav Havel, Xitoy o'qituvchilaridan Yang Jianli qatorliqlar bu mukofotga erishgan. Dulqun Ayso 1967-yili Aqsuda tug'ilgan. 1988-yildagi o'quvchilar harakatini tashkillovchilar qatoridan o'rin olgan va shuning bilan da'vo yo'lidagi kurashni boshlagan. Xitoyning besimi sababli 1997-yili Yevropadan siyosiy panohlik tilagan. 2006-yili Germaniya nufusiga o'tgan. Ilgari keyin bo'lib Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi, Yevropa Sharq Turkiston birligi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlarda vazifa o'tagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyining ijroiya raisi Dulqun Ayso apandi bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir telefonimizda Amerikada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dulqun Ayso apandim oldidan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Men ko'p rahmat aytaman ziyorat qilganingiz uchun. Alloh razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Oldi bilan bu yilgi shu Tiromin Reagan erkinlik medalini topshirib oldingiz 30 mart. Buni tabriklaymiz. Nihoyatda muborak bo'lsin. Ko'p rahmat. Endi shu munosabat bilan biz sizni ziyorat qilib o'tiribmiz. Hozir shu bu yillik medalga siz tanlanib shu Kommunizm qurbonlari xotira fondi tomonidan bu mukofotga loyiq ko'rilib buni oldingiz, topshirib oldingiz. Shu haqda biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz, qanday hissiyoti bo'ldingiz? Bu medal qanday medal, ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. 30-yilda Amerikan kongressida Kommunizm qurbonlari xotira vaqti tarafidan yilda bir qatim tarqatilgan Truman Reagan erkinlik mukofotini bu yil menga berishni uygun ko'ribdi. Bu munosabatla 30-yilda bir marosim o'tkazildi. Ben 28-yilda Washingtonga yetib keldim. 30-yilda bu marosim bo'ldi. Bununla müşahideki xalqaro tashkilotlarning adamlari, hukumatlarning adamlari, bizning qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz bo'lib, bu marosimda men bilan birga bo'ldi. Men bu mukofotni elib, shu gerçi bu mukofotni men olgan bo'lsam, menga uygun ko'rgan bo'lsa, ammo bu Sharqiy Turkiston xalqining 65 yildan buyon, 67 yildan buyon Xitoy kommunistik bir hokimiyatga qarshi ettirayotgan erkinlik görüşünün bir neticesi de qarayman. Bu Uyghur xalqining 67 yildan buyon bu kommunistik hokimiyatning bu diktator rejimini qabul qilmaganligi, bunun qarshi her zaman bosh qoldirib kurash qilayotganligining xalqaro tarafdan bir e'tirof qilinishi deb tushundim va shuni deb qabul qilaman. Bu munosabat bilan bu bizning harakatimizning, faoliyatimizning, xalqaro ettirayotgan faoliyatlarimizning xalqaro tarafdan dünya cemaatçilik tarafından bir qabul qilinganligi, demek ki to'g'ri yo'lda, to'g'ri istiqomatda harakat qilganligimizni tushundirgan bir destek, bir qo'llash deb bildim buni. Bu munosabat bilan o'zimni xo'shal, hayajonlandim. Nurg'ulg'an qarindoshlarımizdan, yalnız Sharqiy Turkistonlik do'stlarimizdan emas, bu Uyg'ur davosiga hissatib atgan, ko'ngil bilib atgan, ko'yinib atgan dünyanın nurgulluğun
devletlerden, her xil milletlerden köp tebrik mesajları, tebrik küçülleri tasarruf aldık. Bu mu bizi hoşal kılan bir hadise. Bu mukofotga sizni loyiq ko'rganlik uchun Xitoy norozi bo'lgan, Xitoy norozilik bildirgan bu tashkilotga Amerikadagi bunday bir ishlar bormi? Xitoy albatta Xitoy hukumati bizga kelganligidan bu xabar bizga yetkazildi. Xitoy hukumati rasmiy shaklda bir norozilik bildiribdi. Hatta Amerikan Tashqi ishlar ministrligi berib bu mukofotni berilmaslik kerakdi. Bu terörist bir adam. Da hakkında şikayetler buldu. Bu mukofotni berilmeslik gerekliğini, bunu to'xtatish gerekliğini, hatta men Amerikaga kirgizmasligimni talab qilib, Xitoyning Washingtondagi bosh elchisi Amerika Tashqi ishlar ministrligida shikoyatlar bo'libdi. Ammo endi Amerika demokratik bir mamlakat, bular bizga demokratik mamlakat. Biz bunday bir harakatni to'xtatib olmaymiz. O vaqtning o'zining erkinligi kimga berish masalasiga deb javob berdi. Bugun xabarlar keldi. Tunugin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi muxbirlarning kutilish yig'inida yana Amerika hukumatiga va bu fondining bu mukofotni menga berganligiga nisbatan bir norozilik muxbirlarning kutilish yig'inida bu haqda maxsus noroziligini o'tirib qo'yib ketibdi. Yana Xitoy bu masalada bu to'xtatish uchun bu mukofotni bergizmaslik uchun, hatta Amerikaga bergizmaslik uchun tunji qitim emas bunda bir norozilik bildirish, davomli norozilik bildirgan, ama bu mukofot munosabatlar yani qattiq yani ciddi bir şekilde noroziliklarni davom qildi. Oxirdamda shu albatta sizning yillardan buyon qilgan xizmatingiz sababli kommunizmga qarshi yurgizgan xizmatlaringiz sababli buni taqdirlash nomidan berilgan bo'ldi. Albatta sizni ham de oxirida bir og'iz gap bilan ifodalasangiz qanday bundan keyingi yana xizmatlaringizda qanday irodalarga keldingiz, qanday bir tuyg'ularga cho'mdirdi sizni? Mushaxtiki fikringiz bilan xulasasak. Biraz özgürlüğümü def ettik. Demek biz kılan hizmetimizden bir xalqaro qabul qilinishi deb qarash mumkin. Bu ne demek? To'g'ri bir yo'lda ketayotganligimizni ko'rsatdi. Yani dünya hukuki bulup, dünya chet eldagi Sharq Turkiston davosi bulup, vatanchilik xalqimiz bulup, yillardan buyon diktator bir hokimiyatga o'zining erkinligi uchun, mustaqilligi uchun kurash qilyapti. Demek bu Xitoy hukumati buni qanchalik bostirishga uringan bo'lsa-mu, bu hareketni qanchalik to'xtatishga uringan bo'lsa-mu, dunyoda terroristga ko'rsatib qanchalik bu masalada o'zining rezil niyatlarini chiqarishga uringan bo'lsa-mu, ama bunun amalga oshmaydiganligining, Uyg'ur harakatining, Uyg'ur xalqining erkinlik uchun bo'layotgan kurashlarning dunyoda texnik ko'p qo'llashga istashga ega bo'lganligini, demak biz to'g'ri yo'lda ketayotganligimizni isbotlaydi. Bu munosabat bilan bundan keyingi faoliyatlarimiz burun qanday shaklda bo'lgan bo'lsa, hatta uningdan texi kuchli bir shaklda davom qiladi. Men bu mukofotni olgan ekanman. Demek bunun dinkin texnik bir işçi nurgulgan vazifelerimizin bağlığı, üstümüzdeki yükünün vazifelerin tekimi eğirlaşkanlığını, mesuliyetinin tekimi eğirlaşkanlığını his kuvvetimen Hudayım bursa Allah'ın izniyle bunun dinkinki faaliyetimiz tekimi güçlük bir şekilde bütün dünyanın koldaşı, halkımızın, milletimizin koldaşıyla tekimi güçlük bir şekilde devam kılıdı. Köp rahmet ziyaretimizi kabul kılalığınız için. Sizge köp rahmet, bütün karindaşlarımızla salam. Aleykümselam. Buldu. Qazaq Türkleri Ta'lim Tarbiya va Tadqiqot Jamiyati yangi xizmat binosida ish boshladi. Sharq Turkistonlik Qazaqlar tarafidan qurilgan Qazaq Türkleri Ma'rif va Tadqiqot Jamiyatining Istanbul Zaytinburnu markaziy ishxonasining ochilish marosimi o'tkazildi. 26 mart shanba kuni tushdan keyin Qazaq Türkleri Ma'rif va Tadqiqot Jamiyatining Istanbul Zaytinburnu markaziy ishxonasining ochilish marosimi o'tkazildi. Marosimga Zaytinburnu shahar boshlig'i Murat Aydin, Qozog'istonning Istanbuldagi bosh konsuli Yarka Buloq Sayepev va konsulxona xodimlari, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Yevro Osiyo Turk jamiyat federatsiyasi raisi Ismoil Chingiz, Istanbulda faoliyat olib berayotgan Turkiston tashkilotlari va boshqa ommaviy tashkilotlarning vakillari ishtirok qildi. Qozoq Turkleri Ma'rif va Tadqiqot Jamiyati asli Sharq Turkistonlik Istanbulda yashayotgan Yaqubjon va Sarkon Dench Turk qatorliq bir qism qozoqlar tomonidan 2014-yili 7-oyning 3-kuni qurilgan bo'lib, yangi xizmat binosida ish boshladi. Hidoyatullo O'g'izxon apandi Qozoq Turkleri Ma'rif va Tadqiqot Jamiyatining xizmatlariga utuq tilaydiganligini va bundan keyingi xizmatlarda har jihatdan qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi.
Erdoğan en cesur Müslüman rehber. Angliyaning sobiq bosh vaziri Tony Blairning Müslüman bo'lgan qiyin singlisi Lauren Bush Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ni Türklerning büyük rehberi ve en cesur Müslüman rehber deb qaraydiganligini bildirdi. Angliyaning sobiq bosh vaziri Tony Blairning Müslüman bo'lgan qiyin singlisi Lauren Bush Türkiye Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ni Türklerning büyük rehberi ve en cesur Müslüman rehber deb qaraydiganligini bildirdi. Lauren Bush bir ommaviy tashkilotning taklifiga binoan Turkiyaning o'ttir qismidagi Konya shahriga kelgan. U turk muxbirga o'zining Anqarada Turkiya Cumhuriyeti Reisi Erdo'g'an bilan ko'rishganligidan intayin xushal bo'lganligini ifodalab mundaq dedi. Men Erdo'g'an bilan ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men Erdo'g'anni turklarning buyuk dohisi ham musulmonlar orasidagi eng jasur rahbar deb qarayman. Men yaqinqi 10 yilda 32 davlatni aylandim. Ularning ichida Turkiya menda eng cho'ng ta'sir qoldirdi. U hammaylan Suriyaliklardan qechiyotganda Turkiyaning necha million suriyalik musofirga quchoq ochganligini ta'kidlab o'tdi. Musulmonlarning Turkiyaning natijalariga nazar selayotganligini, Turkiyaning G'arbning ta'tir tashviqotlariga taqobil tura oladiganligini bildirdi. Lauren Bush angliyalik muxbir va diktor bo'lib 2010-yili musulmon bo'lgan. U o'zining 13 yoshli qizining mo yaqinda musulmon bo'lganligini bildirdi. Türkiye'de samsaqning Xitoydan import qilinishi inkas qo'zg'amoqda. Xitoy samsaqlarining Türkiye bozorlarida ko'payishiga qarata munosabatlik organlar va matbuotlarda norozilik inkaslari o'tirg'i chiqishga boshladi. Türkiye'de iste'mol saviyasining oshishiga ergashib, samsaqni Xitoydan import qiladigan holat shakllangan. Türk xalqi Xitoy mollariga sezgur muomala qiladigan bo'lg'achqa, samsaqlar yashikdan elinib uchuq holatda setilgan. Türk taomlarida samsaq ko'p qo'llaniladigan bo'lg'achqa, Turkiya import qilgan yemeklik materiallar ichida samsaq oldingi o'rinda turgan. Xitoydan keltirilgan va tanlov bozorlarida mo yashikdan chiqarilib, yoyma qilib setilgan samsaqlarni turklar yerlik samsaq deb qarab setib olgan. Gerçi Türkiye yiliga 100 ming tonna samsaq ishlab chiqarsimi, ehtiyojning eshishi sababli yana Xitoydan import qilishga majbur bo'lgan. Türkiye o'tgan yili 2 million 521 ming kilo samsaq import qilgan bo'lib, Xitoyga 8 million 136 ming Amerika dollari to'lagan. Xitoy samsaqlarining Turkiya bozorlarida ko'payishiga qarata munosabatlik organlar va matbuotlarda norozilik inkaslari o'tirg'i chiqishga boshladi. Turkiya yezi egilik sohasidagilar birlashmasining boshlig'i Shamsi Bayroqtar yerlik samsaq ishlab chiqarishni oshirish, importni tövallatish kerakligini ta'kidladi. Uning bildirishicha 2014-yili samsaq importi uchun 10 million 940 ming Amerika dollari xarjlangan bo'lib, importning 80% Xitoydan qilingan. Xitoy samsaqlariga ximiyalik dorilarning ko'p ishlatilishi, ximiyalik dorilar orqali oqartilishimi andishi keltirib chiqargan sabablarning biridir. Xitoydan import qilingan samsaqlarning tarkibida ig'ir metallarning borligi o'tirg'i chiqqanligimi turk matbuotlarining diqqat nazaridan qochib qutulolmadi. Turkiyaning Show TV, ATV qatorliq nufuzli televiziya kanallari Xitoy samsaqlarining Turkiya bozorlarini egallayotganligi haqida maxsus xabarlar va programmalar ishildi. Türkiye'nin sahiye mutaxassislari Xitoy samsaqlarini iste'mol qilmaslikni tavsiya qilishmoqda. Falastinda tuproq kuni faoliyatlari Isroiliya askarlarining mudohalasiga uchradi. Falastinliklar har yili 30 martda Isroiliya ishg'olchi kuchlarining 1976-yili Falastin zaminini tortib olganligi munosabati bilan tuproq kuni nomida xotirlash faoliyatlari o'tkazdi. Bu yillik faoliyatda Isroiliya soqchilari namoyishchilarga ros o'q, yosh oqqizg'uvchi bomba qatorliqlarni ishlatdi. 1976-yili 30 mart necha minglagan falastinlik Isroiliyaning zamin ishg'oliga qarshi namoyish qilgan. Isroiliya kuchlari namoyishchilarga o'q ochgan. Namoyishda 6 odam hayotidan ayrilib, yuzlarcha odam yaralangan. Ayni vaqtda falastinliklar Isroiliya necha ming kvadrat kilometr keladigan Jalil rayonini tortib olganlikka qarshi namoyish qilgan. Hozir bu rayon Isroiliyaning shimolidagi ko'p qism zaminni tashkil qiladi. Falastin Markaziy statistika idorasining tuproq kuni munosabati bilan e'lon qilgan dokumentida ko'rsatilishicha, tarixdagi Falastin zaminining 85% Isroiliyaning kontrolligi ostida bo'lib, faqat 15% zaminga falastinliklar egidorlik qila oladi ekan. Anatoliya agentligining xabar qilishicha, falastinliklar tuproq kuni munosabati bilan Ramallahning g'arbidagi bir rayonda namoyish o'tkazgan. Isroiliya soqchilari qo'llarida Falastinning bayrog'i va tuproq kuni shuarlari ko'tarib olgan namoyishchilarga ros va plastik o'q, yosh oqqizg'uvchi bomba qatorliqlarini ishlatib, namoyishga mudohala qilgan.
Taliban Lahordagi hujumga mas'ul ekanligini bildirdi. Yakshanba kuni Pokistonning ikkinchi cho'ng shahri Lahordagi bir bog'chada o'zini qo'shib portlatish hujumi yuz berdi. Dushanba kunigacha qazo qilganlar 70 ga yetdi. Yakshanba kuni Pokistonning ikkinchi cho'ng shahri Lahordagi bir bog'chada o'zini qo'shib portlatish hujumi yuz berdi. Dushanba kunigacha qazoga uchraganlar soni 70 ga yetdi. Pokiston talibanlari bu hujumga mas'ul ekanligini e'lon qildi hamda hujum nishonining Pasxa bayramini tabriklayotgan xristianlar ekanligini bildirdi. Pokiston Panjab o'lkalik ofatdan qutqarish organining bayonotchisi Axtarning dushanba kuni aytgan bildirishicha 27 mart Pasxa bayrami kuni Taliban qurolliq tashkiloti Lahordagi bir bog'chada qonliq portlatish hujumi olib borgan. Hujumda qazoga uchraganlar soni 70 ga yetgan. Yaralanganlar 340 dan oshgan. O'zini qo'shib portlatish hujumi bog'chadagi bolalar o'yin maydonida elib berilgan bo'lib, qazoga uchraganlarning ko'pinchisi ayollar va bolalar ekan. Pokiston doiralarining bildirishicha, hujum qiluvchi taxminan 20 kilogramm bomba elib kirgan. Portlash yuz bergan vaqtida bog'chada odam ko'p bo'lib, ularning ko'pinchisi Pasxa bayramini tabriklash uchun kelgan xristianlar ekan. Pokiston talibanlarining tarmoqi bo'lgan Jamoatul Ahrar erkin kishilar jamoati bu hujumga mas'ul ekanligini e'lon qilgan va hujum nishonining xristianlar ekanligini bildirgan. Xabar qilinishicha, portlatish hujumchisining Panjab o'lkasining janubidan kelgan 28 yoshli Muhammad Yusuf Farid ekanligi aniqlangan. Hujumga aloqador 3 kishi Pokiston soqchilari tomonidan qo'lga olingan. Xitoyda muxbirlarning urug' tuqqanlari tutqun qilinishga boshladi. Xitoy raisi Xi Jinpingning istifa berishi talab qilingan xat sababli muxbirlarga qarata bostirish kuchaytirildi. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingni istifa berishga chaqirib, uch xat e'lon qilingan, lekin nurg'un muxbir va axborot xodimlari qo'lga olingan yoki izdiraksiz yo'qolib ketgan edi. Amdilikda bo'lsa, chet ellardagi muxbirlarning Xitoyda qolgan urug' tuqqanlari tekshirish va tutqun qilish obyektiga aylangan. Xalqaro kechirim tashkiloti 25 mart bayonot e'lon qilib, donglik o'qituvchi Wen Yuanchaoning Xitoydagi ota-onasi va inisining yo'qolib ketganligidan andish qilayotganligini bildirgan. Shundaqla Xitoy doiralaridan Xi Jinpingning istifa berishi talab qilingan 3 xatga aloqador kishilar ustida elib berilayotgan tekshirishni to'xtatishni talab qilgan. Amerika turishliq Wen Yuanchaoning bildirishicha, 22 martdan boshlab uning ota-onasi va inisining aloqasi uzilib qolgan. Uning aytishicha, doiralar izchil uning oilasiklarini izlab besim ishlatib, o'zining 3 xat bilan aloqasi borligini e'tirof qilishini talab qilgan. Xi Jinpingning istifa berishi talab qilingan 3 xat sababli hozirgacha 20 dan ko'p kishi tutib ketilib tekshirilgan. U yana Obamaga xat yozib, kelar hafta Xi Jinping bilan ko'rishganda uning ota-onasi va inisini qo'yib berishni talab qilishni umid qilganligini bildirgan. Germaniya Dolqunlar to'rining maxsus sahifa yozuvchisi Changpingning oila tavobiatlari uning Xitoy doiralarining so'z harakatlarini tanqid qilganligi sababli qonunsiz tutib ketilgan. Changping Xitoy Kompartiyasi doiralarining g'arb taratqullarining axborot erkinligiga daxl taruz qilganligini bildirgan hamda davlat rahbarlarining siyosiy faoliyatlarini har qanday shaklda tanqid qilishning hammasining aholilarning so'z erkinligiga kirdiganligini ta'kidlagan. Changping Xitoy doiralarining qonunsiz tutqun qilish masalasi haqida Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilgan. Orqadan uning oilasidagilar va urug' tuqqanlari soqchilarning tekshirishi va tahdid selishiga uchragan. 27 mart uning 2 inisi va bir singlisi Sichuan o'lkasining Shichong nahiyasida soqchilar tomonidan tutib ketilgan. 4 mart Xitoyning davlat qarmog'idagi bir xabar to'rida Xi Jinpingni istifoga chaqirgan xat e'lon qilingandan keyin bu to'r bekatning xodimlari va boshqa muxbirlar bo'lib, nurg'un kishi tutib ketilgan. Egilinishcha, tutib ketilganlardan 4 kishi bu to'rning xizmatchilari bo'lib, ikkisi muharrir, ikkisi texniklar ekan. Hong Kongda o'ltirishliq muxbir Jiaja 15 mart Beijingdan Hong Kongga manganda Beijing aerodromida tutib ketilgan va 10 kundan keyin qo'yib berilgan. Yaponiya talash tartishliq orol atrofidagi radarni qo'zg'atdi. Yaponiya Okinawa nahiyasining Yonaguni oralig'i ta'sis qilgan radarni qo'zg'atdi. Bu orqali Xitoy bilan egilik huquq talash tartishi bo'lgan Senkaku orolining atrofini yaqin oraliqdan ko'zlaydigan. Yaponiya Okinawa nahiyasining Yonaguni oralig'i ta'sis qilgan radarni qo'zg'atgan. Bu orqali Xitoy bilan egilik huquq talash tartishi bo'lgan Senkaku orolining atrofini yaqin oraliqdan ko'zlaydigan. Yaponiya Mudofaa ministrligi 28 mart dushanba kuni Yonaguni orolida marosim o'tkazib, radarga mas'ul bo'lgan quruqliq atritining turishliq o'rnini qurib chiqqan. Yonaguni oroli Yaponiya va Xitoy orasidagi egilik huquq talash tartishi bor bo'lgan Senkaku oroliga 150 kilometr, Tayvanning Yilan nahiyasiga 130 kilometr keladigan bo'lib, Senkaku oroliga eng yaqin bo'lgan Yaponiya zemini ekan.
kelgusi 5 yilda Yaponiya Sharqiy Xitoy dengizidagi qo'g'dinish armiyasining sonini 10 mingga yetkazishni planlagan. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiyaning o'zini qo'g'dash huquqidagi cheklamalar amaldan qoldirilgan. Qo'g'dinish qonuni 29-martdan boshlab ijro qilinishga boshlagan. Bu Yaponiyaning 2 dunyo urushidan buyongi davlat mudofaasidagi cho'ng burilish hisoblanadi. Bu qonunga asosan Yaponiya qo'g'dinish armiyasi orqa saf harbiy yordami ta'minlayoladi ekan. Chet ellardagi faoliyat doirasi kengaydi ekan. Yangi qo'g'dinish qonuni yangidan tuzilgan xalqaro tinchlikka yordam berish qonuni va boshqa 10 turlik tuzish qonunini o'z ichiga olgan bo'lib, agar Yaponiyaning Amerika qatorliq ittifoqdoshlari hujumga uchrab, Yaponiya xavf ostida qolsa, qo'g'dinish armiyasini orqa saf yordamiga avatishga bo'ldi ekan. Abe Shinzo hukumati bu qonunni Amerika Yaponiya munosabatini mustahkamlashga foydali deb qaragan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hongley bu ishga inkos qaytarib, Yaponiyaning tarixdan saboq elib, tinchlik bilan taraqqiy qilish yo'lida mengishini umid qildiganligini bildirgan. Malayziya Janubiy Xitoy dengizi masalasi sababli Xitoy bosh elchisini chaqirdi. Malayziya tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Malayziya turishliq bosh elchisini chaqirib, o'tgan hafta Xitoyning nurg'unlagan baliqchilik paraxodlarining Malayziya tavalligidagi dengiz rayoniga kirganligiga tushuncha berishni talab qildi. Malayziya tashqi ishlar ministrligi kirganligini bayqaganligini bildirgan edi. Malayziya tashqi ishlar ministrligi 31-mart payshanba chaqirib, o'tgan hafta Xitoyning nurg'unlagan baliqchilik paraxodining Malayziya tavalligidagi dengiz rayoniga kirganligiga tushuncha berishni talab qilgan. Malayziya davlat bexatarlik ministri Shahiddin Qasim 25-mart taxminan 100 dak Xitoy paraxodining bu davlatning dengiz tavalligiga kirganligini bayqaganligini bildirgan edi. Malayziya tashqi ishlar ministrligi 31-mart payshanba kuni bayonot e'lon qilib, o'tgan hafta Xitoy bayrog'i esilgan nurg'un paraxodning Malayziyaning dengiz tavalligiga kirganligini, ularning orasida dengiz charlash paraxodlarining bor ekanligini jazmlashtirdi. Malayziya tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Xitoyning Kuala Lumpur turishliq bosh elchisi tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilgan. Malayziya Xitoy paraxodlarining o'zining dengiz tavalligiga kirganligiga tushuncha berishni talab qilgan hamda bu ishga bo'lgan andishisini ifodalagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu ishga qarata hech qanday ifoda bildirmadi. Lekin o'tgan juma kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hongley Malayziya tilga olgan ishning tafsilotidan xabarning yo'qligini aytgan. Ammo u hozir Janubiy Xitoy dengizida baliq tutish pasli ekanligini tilga olgan. Xitoy Janubiy Xitoy dengiziga butunlay degudak egilik huquq talab qiladi. Lekin bu rayonda Brunei, Malayziya, Filippin, Vyetnam va Tayvan qatorliq davlatlarning o'xshash bo'lmagan egilik huquq talablari bor. Xitoyning bu rayonda yo'lsizlarcha qurilish elib berishi Janubiy Xitoy dengizi vaziyatini keskinlashtirmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Xo'shlashishdan burun ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.